Assalomu alaykum hurmatli fermerlar, klaster xo'jaliklar. Sizlarga yangi kultivator taqdimotini qilmoqchiman. Bu kultivator o'zimizda yasalgan. 15% subsidiyasi bor. Endi siz zaymazachot olsa bo'ladi. Yengil tipdagi paxtaga ishlov berib, mineral o'g'it beradigan kultivator. Mineral o'g'it beradigan bunkerlari 300 kilogacha sig'imli. Uni demakki kuchlanish, ishlov berish manbasi gidromotor betda. Endi bu mexanizatorlar yaxshi biladi. Ana yangi tipdagi traktorlarda o'sha bakovый vom yo'q, boshqasi yo'q. Bu barcha, ya'ni universal holatda hamma traktorga tushaveradi. Demakki ishlov, запасной часть mana tishlariga e'tibor beringlar. Naralnik deymiz, britva deymiz, ular hammasi o'sha eski o'zimizdan kultivatorda ishlatiladiganlar. Ya'niki o'zimiz ichki bozorda bevosita topiladigan zapchastlar. Faqatgina mineral o'g'it sepadigan disk qo'llaganmiz, anker emas. Chunki ankerdan disk ancha-muncha mustahkam va samarali dori bo'lganligi uchun buni ishlatdik. Bu disk ya'ni o'ta mustahkam bo'lib Italiyadan keltirilgan. O'shanga sizlarga bir taqdimot qilib taklif qilamiz. Demakki, ko'rib chiqinglar. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' salomat bo'linglar.